Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana yana bitta kichik loyihamiz tugallandi. Biz bugun Salovat qishlog'i Salovat mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Suyor Bo'ri bobo xonadonidamiz. Xonadonning tom qismiga mana bu yerga 20 ta Jinko 620 vatlik ikki tomonlama panellar o'rnatildi. Bu 12,5 kW bo'ladi va 10 kW quvvatdagi Solax inventori o'rnatildi va AIS kontur tizimi to'liq qaytadan qilinib chiqildi va DS kontur himoya tizimlari ham to'liq qilindi. Sizlarga hozir tizimni to'liq ko'rsatib o'taman. Hozir davlatga sotuv bo'lyapti. Inventor 10 kW ga yaqin quvvat ishlab chiqaryapti. Uyga 3 kW ga yaqin quvvat bo'lyapti. Bu yerda ikkita konditsioner, ikkita xolodilnik, boshqa yana bitta texnikalar ishlayapti va o'zidan ortiqchasi to'liq davlatga mana stalba orqali chiqib ketyapti. Sizlarga hozir hisoblagichning holatini ko'rsataman. Mana hisoblagichimiz. Mana 6,5-7 kW ga yaqin elektr energiyasi davlatga sotilyapti va iste'moli bo'lyapti. Shu yerda hozir 3 kW, 4 kW ga yaqin iste'mol bo'lyapti. Hozir inventorlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana shu yerga inventor o'rnatildi. DS kontur tizimi qilindi. Mana hozir 9,5 kW ga yaqin elektr energiyasini ishlab chiqaryapti inventorimiz. Mana DS tizimimiz. Inventorimiz ishlayapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom eting.